Azizlar, bir mo'jizaga guvoh bo'lib turibmiz. Bir xonadonga keldik, qaranglar. Hamma yo'q yonib ketgan, temirgacha erib ketgan. Qur'oni Karim, Alloh taoloning kalomi yonmagan. Bu mo'jizani qaranglar. Hattoki sarg'aymay bir kuymagan ham loylarini yuborsa, bu ajoyib mo'jiza. Guvohi bo'ldik. Biz qanaqa xonadonga keldik? Qur'on o'qiydigan shunaqangi bir oilaga keldik. Ko'rib turibsizlar, musibat kelgan. Musibat boyga kelsa bilinmaydi. Kambag'alga kelsa dodini kimga aytishni bilmaydi. Uni faqat mehribon Robbisi bo'ladi xolos. Mehribon Robbisi siz bilan bizni qarshisiga chiqaradi. Himmat qilgan himmat qilib qoladi. Bo'lmasam sinov ko'p turibsizlar azizlar. 5 xona, 6 xona deyarli uylari yonib yo'q bo'lib ketgan oilaga kelganmiz. Bularga yordam qilishimiz kerak. Bitta narsani kelishib olaylik. Doim sizlarga iltimos qilaman. Shu videoni ko'rib turibsizlarmi? Ko'proq odamga jo'natinglar. Azizlar, qarindoshlar yurtpalar bo'ladimi? Sinfdoshlarmi, YouTube'da tanishlarmi, kimga bo'lsa jo'natinglar. Yoki like bosinglar, qo'llab-quvvatlab, yoki kommentariyada duo qilib qo'ysangiz ham, yoki mana bu qoldirayotgan karta raqamlarimizga pul tushirish bilan hissa qo'shinglar. Xo'p, azizlar, ko'rib turibsizlar, ish jarayonlari boshlangan. Qarindosh-urug'lar, akalar yoki qo'ni-qo'shnilar yordam bilan shu holatga kelindi mana. Endi bizga murojaat qilishadi. Sizlar bilan endi yordam qilamiz shularni. Ko'rib turibsizlar, mana pol ham, hattoki oyoqdagi pol ham yaroqsiz holatga kelib bo'lgan. Bular olib tashlaymiz endi. Hammasi olib tashaladi. Suvoqlar tugagandan keyin bular chiqarib yakuniy ishlarda qilinadi. Xo'p, mana bu tomonlar ham hattoki yonib kul bo'lgan. Endi musibat kelgan. Azizlar, shunga birlashsak, yordam qilsak, bugungi sanamiz 2025-yil 8-aprel sanasida sizlarga murojaat qilyapmiz. Bir haftadan keyin yana yangi videolar chiqaramiz. Biz YouTube kanalimizda, Instagram yoki barcha ijtimoiy tarmoqlarimizda kuzatib turinglar. Xolmatov rasmiy kanalimiz, boshqa kanallarga aldanib qolmanglar. Bizning faoliyatimiz albatta rasmiy, dokumentalniy bo'lib yurg'izilinadi. Ko'rib turibsizlar, ish to'xtamasin, kelinglar, shu oilaga yordam qilaylik. Bu oilaga musibat ketdimi? Bu musibat hammamizniki. Hammamizniki. Siz ehson qiling, yaxshi niyat qiling. Alloh taolo bizga shunday sinovlar bermasin deng. Bizni boshimizdan ko'tarsin. Ehson, sadoqatlar mana shunaqangi narsaki, ehson, sadoqat. Odam kelayotgan balodan qaytarib turadi, to'sib turadi. Shuning uchun himmatlaringni ayamanglar. Birgalashib 5000 so'm bo'lsa ham, 10000 so'm bo'lsa ham tushirib, ko'p ishlarni qilsa bo'ladi, uy qursa bo'ladi, uy bitsa bo'ladi. Va qilib kelganmiz ham shu kungacha, ko'rgansizlar, guvohi bo'lgansizlar. Azizlar, boshladik ishni. Ishimiz to'xtamasligi uchun shifr olishimiz kerak, qumsuvoq bo'lishi kerak, pol, eshik, rom. Ko'rib turibsiz, bir xonada, oshxonada zo'rg'a yashashyapti bu oilamiz. Juda ham siz bilan biz yordamimizga muhtoj. Bu musibat bu oilaga kelibdimi, sinov bularga. Lekin bitta narsani bilinglar. Hozir shu videoni ko'rib turibsizlarmi? Instagramda bo'ladimi, YouTube'da bo'ladimi, TikTok'dami? Mana shu videoni ko'rib turganimiz siz bilan bizga sinov. Chunki kim ehson qilib qoladi, kim yordam qilib qoladi, kim qo'ldan kelgan yaxshilikni qilib qoladi, mana shu yerda sinaladi. Shuning uchun yordamlaringni ayamanglar. Qilgan ehsonlaring bilan, sadoqatlaring bilan yaxshiligimizga sherik bo'linglar. Yomonliklarda kelayotgan yomonliklar bo'lsa mabodo boshlangdan daf qilinglar. Salomat bo'linglar. Bir haftadan keyin xudo xolasa shu kanallarimizga albatta ulanib oling, kuzatib turing yaxshi ishlarimizni. Pulingiz yo'q bo'lsa ham ulanib olib kuzatib turing. Albatta yaxshi ishlarimizni qo'llab-quvvatlab, duo bilan ham ancha ishlarimiz bo'ladi. Azizlar, ko'rib turibsiz, xomashyolar, uydan chiqqan narsalar hech yo'q sotib yoki biror narsaga ishlataylik deyilsa ham hattoki iloji yo'q. Mana eshikni ham ko'rib turibsizlar, yonib ketgan. Buni o'tin qilib yoqib ham bo'lmaydi. Musurda endi tayyor axlat bo'lib qolgan. Shuning uchun azizlar, yordamlaringni ayamanglar. Musibat katta kelgan. Bo'lganda ham imkoniyati cheklangan oilada. Xudo sinov bergan. Xudo xolasa 1 oy yoki 2 oydadir shu uyni bitkazib, siz azizlarning duolaring bilan, xursandchiliklaring bilan topshiramiz. Albatta duoda hammalaringni haqqingizga duo qilib. Ishlaring bordir, bitmayotgan, befarzandlar bordir, qarzdorlar bordir, ish yurishmayotganlar bordir, baxt ochilmayotganlar bordir. Kelinglar shu ishga yordam qilinglar. Zora shu ish kaliti shundadir. Sog' bo'linglar.